Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Xonadonlaring tinchmi, yaxshi yuribsizlarmi? Tinchmisizlar? Ishlar bilan charchamay, sog' bo'linglar, borlaringga shukr. Hurmatli obunachilar, hozir tashlagan videolarimizni bir sidirg'a boshdan mabodo savollar bo'lsa, qolib ketgan bo'lsa, shularga javob berib ko'rayman-da deb maqtadim. Yaxshi bitta aka yozibdi. Bilma deyarli bir 2-3 marta yozishgan ekan. Aka, palaxda tuxum haqida chiqarib bermadingiz. Bu nima bo'ldi? Bu tema men uchun ham rosa qiziq edi, ko'pchilikka manfaat tegadi. Shu savolimga javob bermadingiz deb yozibdilar ekan. Haqiqatan buni aytib o'tgandim, hurmatli do'stlar. Palaxda tuxumda qanday usullarda, tabiiy usullarda foydalanishni ko'rsatib beraman degandim. Ammo yaxshi eslatibsiz, birodar, sog' bo'ling, boringizga shukr. Savollar juda zo'r, aktivsiz. Men bu narsani o'zim mo'ljallab qo'ydim, faqat biroz vaqt bor edi, amalda ko'rsatib berishni istagandim. Deyarli endi joylarni, hamma narsalarni tayyorlab qo'yganman, faqat o'zimda tayyorlab ko'rsatsam yana ham yaxshi bo'lardi deb turdim. Endi aksariyat holatda kun isiyapti, ko'pchilik palaxda tuxumi yomon qoladi deb tashlab yuborib yoki ko'mib boshqa qilishlari mumkin. Shunday xulosaga keldimki, hozir men sizlarga shu narsani yuzaki bir ko'rsatib o'taman. O'zlaring xulosa qilasizlar. Men shunchaki ko'rsataman, uni esa o'zlaring shu aytgandek hisobni qilib olasizlar. Bu tayyor holatda bo'lmaydi. Aniq tayyor qilishdi. Endi hammalar o'zlaringda shu narsadan shuncha qilib turib, tayyor qilib yasab olsalaring bo'laveradi. Hurmatli do'stlar, mana bizga kerak bo'ladi palaxda tuxum, korobka va tuxum kilitkalar kerak bo'ladi. Va ustini bekitgani bitta karton. Xo'p, men tushuntirib o'taman, o'rtoqlar. Men hozir buni tayyorlash emas, faqat sizlarga ko'rsatma sifatida qilib beraman. O'zlaring keyin o'shanga qarab xulosa qilib tayyorlab olaverasizlar. Xo'p, boshlaymiz, hurmatli do'stlar. Mana tuxum kilitka tagiga solamiz birinchi o'rinda. Bitta bir qavat solamizda. Hop, mana aka tuxumni qo'yib turib, buni sindirib qo'yamiz. Bu sinadi. Singandan keyin ustiga keyin yana bitta tuxum kilitka qo'yamiz. Mana shunday bir-biriga proporsional deydimi? Mana shunday holatda qo'yamiz, mana shunday holatda. Mana shunday qo'yib turib, shu holatda bitta tuxum, palaxda tuxum sindirilgan, sindirib turib ustiga bitta yana kilitka qo'yib, shu holatda borilaveradi. Keyin do'stlar buni bekitamiz. Bekitiladi-da. Xo'p do'stlar, ustiga keyin mana korobkani qo'yamiz. Korobkani qo'yib turib, hamma yo'g'ini sikavishlaymiz. Mana bunaqangi ot teshiklar qolmasligi kerak. Faqat bir dona teshigi qoladi do'stlar. Mana shu bir dona teshik qolsa bo'ladi. Qolgan teshiklar hammasini bekitamiz. Tepasiga bitta teshik qo'yib qo'yamiz. Mana do'stlar, shu holatda bu tayyor bo'ldi. Buni asosan biz foydalanamiz tarakanlar uchun, tarakan ovi uchun ishlatamiz. Tushundiringlar, yaqin orada o'zi mana mayda oxiriga borib turib, tarakanlar uchib kelishni boshlaydi. Oshxonalarda, og'illarda mayda-mayda shu sariq tarakanlar paydo bo'lishni boshlaydi. Keyin qanotlilari keladi, uchib keladi. Ana bular uchun qopqon bu, tayyor. Tabiiy qopqon. Xo'p do'stlar, bakka bitta teshik qo'yganimiz sababi tarakan keladi, bu yerdan kiradi. Mana bu bitta teshigi bu jirkanch badbo'y hid bo'lishi mumkin, lekin juda katta nafi bor. Bundan tuxumda, aynagan tuxumda, palaxda tuxumda hidi chiqib turadi. Mana shu yerdan hidi chiqqandan keyin o'sha territoriyaga qancha joygacha yetib borgan, hidi yetib boradigan joygacha bo'lgan masofadagi tarakanlarni hammasini o'ziga jalb qiladi bu. Jalb qiladi, kelgandan keyin tarakan aylanib kelib teshikdan kiraveradi ichkariga. Ichkariga kiraveradi. Keyin primerni sekin mo'ljallaysiz. Iloji bo'lsa mana sal bir tomonini ochib, ko'rsa bo'ladigan qilib qo'yasiz-da. Yo masalan, tepani o'zidan qarasangiz ham bo'laveradi. Mana shu teshikni o'zidan qarab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Deb mo'ljallaysiz, deyarli ko'ngildagi tarakan yig'ilgan bo'lsa, mana teshikni bekitasiz. Bekitib turib, tog'orada suvda qilib turib, buni olib borib turib, shunday qo'yib qo'ysangiz, tarakanlar o'zi chiqib suvga tushaveradi. Albatta yig'ib olasizda, ana keyin jo'jalarga berasiz.
Shunaqangi yeydi jo'jalar, mazza qiladi ham. Mahallada ortiqcha tarakallar qolmaydi. Tarakallardan tozalab ko'pchilikka nafis ham tegib qoladi. Yaxshi bo'ladi. Bu birinchi bitta usuli. Do'stlar, o'zlaringiz xulosa qilib, shunga moslab tayyorlab qilsalaring bo'laveradi. Buni hop, og'illarni burchagiga, charvoqlarni burchagiga, shoxli joylarga qo'yib qo'ysalaring, bir chekkaroq charvoq bitta chekkasiga. Ana shunaqangi pana joylarga keladi, o'zi shu ichiga to'laveradi. To'lgandan keyin olib chiqib jo'jalarga beraverasizlar. Beminnat olib berilaveradi. Xo'p, bu birinchi usuli do'stlar. Endi ikkinchisini ko'rsatib o'taman. Hop. Pauza qilib tursam ham bo'laveradi endi borgunimgacha. Xo'p, mana do'stlar, ikkinchi usul pashsha uvi. Mana do'stlar, pashsha uvi. Jo'jalarni otib turinglar. Xo'p do'stlar, birinchi apelga tashlanadi bunga. Mana shunaqa salqin joyga, bunga charvoq chekkasiga, daraxtga mana to'rtta tomondan laylab ilib qo'yganman. Ichiga apelga tashlangan mana. Mana bunga ham bir ikkita, uchta palata tuxumni birinchi boshlanishida 3 ta palata tuxumni sindirib qo'yib qo'yasizlar. Sindirib qo'yasizlarda, keyin mana bunday daraxtni rigbay daraxtlardan ustiga qo'yib qo'yasizlar. Mana bunday holatda ustiga qo'yiladi. Mana shunday. Mana. Keyin bilasizlar, pashshalarimiz keladi, yaltiroq pashshalar. Pashshalar kelibdi, bundan singan tuxumdan oziqlanadi-da, tuxumini bunga qo'yadi, lichinkasini. Uni baglarga qo'yadi. Bu 3 kundan keyin tuxumdan lichinka chiqib turib pastga tushadi. Endi buni olib turib. Lichinka pastga tushadi-da, palata tuxumni yeyishni boshlaydi. Oziqlanadi. Kunda bir dona sindirib qo'yaverasiz. Bitta bilan sindirib qo'yasiz. U chiqib yuradi. Keyin aynagan ovqatlar bo'lsa ham, bitta lichinkalar tayyor bo'lgandan keyin aynagan ovqatlar bo'lsa ham olib qo'yib tashlaverasiz. Tashlaganingizdan keyin lichinkalar yeydi, yegandan keyin uni apelkani tagiga tushadi. Pashsha bo'lish holatiga kelganda bir 10 kun atrofida pashshaga aylanish vaqti keladi ularni. Tayyor bo'lgani apelkani tagiga tushadi, pillaga o'xshab narsa o'raydi. Pashshaga aylanish uchun. Keyin buni mana shu tagidan kichkina teshib qo'yasiz. Chunki yetilgan lichinkalar qimillab kelib mana shu yerdan teshikdan tushaveradi o'zi. Bunga paqir qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam shunday qo'ysangiz ham bo'laveradi. Chunki jo'jalar tushganini o'zi olib yuradi. Buni tagidan ketmaydi. Hazillak ham sizga pashshani lichinkasini chiqarib bermaydi u. Astagfirullah. Mana do'stlar. Xo'p, mana tushunarli bo'ldi, ha? Buni ham endi tayyor qilib qo'yganman. Xudo xolasa 1 kundan keyin ishga tushiraman. Tuxumlarni sindirib, lichinkani yaratishni boshlayman. Sizga bu yozni bo'yi lichinka yetkazib beradi. Masalan, ayni lichinka bo'lgandan keyin chirigan meva ham olib tashlab qo'ysangiz bo'laveradi. Aynagan makka, aynagan ovqatlardan olib kelib tashlab qo'ysangiz bo'laveradi. U lichinka o'shani yuvaradi-da, yana pashsha kelib turib bunga tuxumni qo'yadi. Lichinka pastga tushaveradi-da, yozi bilan sizga hazillakam lichinka ushlab bermaydi bu narsa. Sizga tayyor oziq qilib beradi. Xo'p, shu o'rinda shunday savol tug'ilishi mumkin do'stlar. Bu lichinka ichida qurt shakllanib ketmaydimi, o'zi qurt bo'ladigan bo'lsa? Yo'q do'stlar, bu pashsha lichinkasi hech qachon nima bo'lmaydi, boshqa lichinkaga aylanmaydi. Bu pashsha bo'lishga harakat qiladi xolos. Pashsha bo'ladi xolos. Chunki pashshaning lichinkasi. Xo'p do'stlar, endi palada tuxumda saqlash. Mana hozir qisqacha qilib ozgina o'racha ko'rladim. Endi sizlarga sal tushunarliroq bo'lsin dedim-da. Yerda palada tuxumingiz endi qancha bo'lsa ham yerda ko'vlaysiz-da, ko'vlab turib tuxumni qo'yasiz. Tuxumni qo'yib turib, yerda bir paqicha suvni quyib qo'yasiz-da, ustini bekitib qo'yasiz mana bunday. Mana shu holatda saqlanadi palata tuxumlar. Shunda kerak bo'lsa bir chekkasini bunday ochasiz-da, olib turib tuxumdan olasiz. Buni olib turib
Mana menga bitta qo'yib turib, bitta sim bilanmi, nima bilanmi, bitta urib ezib qo'ysangiz bo'ldi. Bu chaqiladi. Bitta lichinkalar yana oziqlanaveradi, buni yeyaveradi. Tayyor oqsil. Lichinka taydan lichinka tushaveradi. Mana do'stlar, qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim obzorimizni. Ma'qul bo'lsa, qo'llab-quvvatlab like bosib qo'yasizlar. Do'stlar, mana shuni shu holatda berkitib qo'yamiz. Endi kaltay-paltay qo'yib vaqt qo'ysa bunaqa tushib ketmaydi-yu. Lekin sizlarga ko'rsatish uchun qo'limdan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Mana bu yerda holati birda turaveradi. Zarar etmaydi. Chunki kun isiyapti. Kun isigan sari aksariyat balag'i tuxumlar gaz borlik hisobiga paqillaydi. Shuning uchun shunday holatda yerga ko'mib saqlanaveradi do'stlar. Mana chetdan olasiz. Nechta kerak bo'lsa, keyin yana bekitib qo'yaverasiz. Ara-arada suv quyib qo'yasiz. Mana o'sha aytganda keyin sizga mana shu yerda lichinkalar tayyor bo'laveradi. Chetdan tushaveradi. Buni bitta nimasi kechqurunga paqir qo'yib qo'yinglar, chunki kechqurun jo'jalab bo'lmaydi bu yerda. Paqirga tushaveradi. Bo'lmasa agar yerga tushadigan bo'lsa, aqa-baqa tarqab ketib qoladi bular. Shuning uchun kechqurunga paqir qo'yib qo'yasiz. Kunduzga paqirda olib turib, paqirda o'zini beraverasiz. Bag'ini kunda to'kilganini o'zlari yuradi. Mana pashshalar ham kamroq bo'ladi. Pashsha lichinkasidan tabiiy usulda foydalanish. Mana hurmatli do'stlar, endi balki kimgadir jirkanish tuyulishi ham mumkin, lekin shunday holatda ham foydalansa bo'ladi. Tabiatni o'zidan, o'zining ne'matidan o'ziga o'zi foydalantirish. Do'stlar, obzorim qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Sog' bo'lasizlar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Keyingi yana qanday savollar bo'lsa, kommentarga yozib qo'ysalaring, javob berib, video obzor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Bizni qo'llashda davom etinglar. Sog' bo'linglar, xonadonlaringizga fayz baraka, tinchlik, omonlik tilayman. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib o'zingizlarga ilohim. Sog' bo'lasizlar, borlaringizga shukr. Omon bo'linglar.